Amaki ma'qulim. Ma'qulimdan keyin qancha bor qarang. Mana shu g'itir shurda bo'lgan amaki. Massani ham yorib oladi amaki, 5 mashina 6 mashina berib oladi. Mana g'itir shur yerga ekkanman amaki mana. Mana oq shuri mana. Amaki mana shu yerga mashina yerga ekkanman mana hozir. Mana shu yerdan shur mana. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz shuri chiqyapti mana. Yer oqaryapti mana shuri. Mana shu maqtagan sizga aytgan sargon mana shu ay. O'zingiz ham amaki mana. Bugun o'rayapmiz endi o'sha sargonni. Qana bo'ladi dedingiz. Mana rasab boshqalagan rasab bo'yi ham baland. Mana kammen unaqasi kelyapti. Aka shu yerlarga bo'lsa ekin deyapti. Mana shu joyimda 30 sut joyimda chiqmagan. Mana bo'yi. Mana oqshuri. Mana shu 30 sut ichida joyda chiqmagan. Nolni mana saskapa chiqqan bu yerda. Umuman bug'doy ham bo'lmagan, juvori ham bo'lmagan, hech nima bo'lmagan. Mana sargo bo'lgan. O'shancha nima aka? Olib ekin. Yoningizga qo'ni qo'shni bo'lsa, cho'r yerlarga ating, sholini o'rniga mana shuni ekish kerak. Bu yerda sholi ham bo'lmagan aslida mana shu joyda sholi ham bo'lmagan. 4 gektarlik yerdan bir 30 sut chiqqanmi mana shu? 30 sut edi yo'q. Qolganida zo'r bo'lgan sargo. Mana bugun tushganmiz ham aka. O'shancha ko'p sho'r yer borlar, hech nima chiqmaydigan oq sho'r, qora sho'rga men sargodan ekiladi tahlil beryapman. Men o'zim dehqonman, cho'lva dehqon. Ekkanmiz mana sho'rda mana qaranglar mana. 1 metr suv ichgan mana shu. Mana suv ham ko'p talab qilmaydi bu. Boshi ham dahshat olgan mana shu. Mana ko'rib turganlaringda amaki mana shuni aytganmisiz? Men shuni tavsiya qildim, o'zingizdan so'rayapsiz, xuddi shunaqa. Narigisi boshog'ligi tonga edi mana. Mana balandligi mana qo'lim. Mana. O'shancha ekin amaki. Hozir misol mana shu yerdan 5 tadan mashina olsangiz ham endi raza xo'l 6 tonna 5 tonna hisoblaysiz ham 30 tonna beradi. Shuni tavsiya qilyapman amaki ekin. Mana boshog'ini qarang. Mana xatosi yo'q. Atepani bu yerda umuman hech nima chiqmagan, raza oq shur, qora shur bor joyga ekkan joyim mana shu. Mana. Kim eksa sargonni yutadi, tavsiya beraman, sargonni ekinglar. Shur bo'lmagan, bug'doy bo'lmagan, juvor bo'lmagan joylarga mana shuni ekinglar. 1-2 yilda yerlar ham toza bo'lib qoladi, shurini ham yo'qotadi. Suv talab qilmaydi. Vitamini makka bilan 1% ga baqsa kerak. Vitamin fond nimalar bilan bo'lmasa farq qilmaydi. Makka bilan ham tenglashaveradi, vitamin proteinlar bo'yicha.